Ovqat pishirishingizdan tashqari za kadrim bo'ladigan narsalarni ham qo'ying deb yozib yuborib. Podpисчигim desam xato bo'ladi. Даже podpiska ham tashamagan ekan. Ha, mayli dedim. O'zi borini qo'yadigan blogerman. Mana misol uchun bugun Aslzoda bilan magazinga chiqib keldik. Stolimiz ustidagi klyonkamiz ancha yirtilib ketgan ekan. Klyonkaga deb chiqqan odam hamma narsa uyga kerak bo'lib qoldi ko'chaga chiqishimiz bilan. Shahrizodamiz shunaqa chiroyli sumочка to'qibdi bugun. Shahrizoda to'qigan sumочкani maqtab yotgan vaqtda biz esa klyonkani maqtashga tushib ketdik. Aslzoda ikkalamiz stol ustini birinchi yaxshilab yaltiratib artdik. O'zi stolchamiz kichkinagina, biz esa katta klyonka olibmiz. Salfetkachadagi risunочкалар shunaqa chiroyli ekan. Kim chiroyli chizar ekan deb o'tirib o'zimizcha musobaqa o'ynadik. Bizni chizib o'tganimizni ko'rib, erim ham qo'shildi bizni davramizga. Odamning miyasi rosa dam olar ekanda, shunaqa o'zi bilan o'zi hech narsani o'ylamasdan shug'ullanib o'tirsa. Mani pishakcham o'zimga o'xshab har doim dieta tutib yuradiganga o'xshaydi. Qaranglar, ariqina qilib chizib qo'yganimda erim ustimdan kulib yotibdi. Shahrizoda shunaqa operativ tezgina chizdi. Aslzoda birinchi o'zinikini ko'rsatishga uyaldi, lekin rosa chiroyli chiqdi uniki. Men sizlardan kammanmi deb erim ham oldimizga tushib, mazza qilib chizishga tushib ketdi. Erimniki ham fitoch o'xshadi, lekin raskraska qilishga erindilar. Shunaqa do'stlar, za kadrim bo'ladigan narsalarni ko'rsatdim.